Qadrli do'stlar, mana men bugun shu qadar baxtli, shusha ikki yigit, ular mendan ulkanroq. Chunki ularga qarab, men o'zimga bir naqadar qibla olam yasharga. Ham ularga bugun bir naqadar ularning narshusha umr so'qmag'inda ozgina ularga kuch dard berasim keldi bugungi konsertda. Shuning uchun ming rahmat Ming'ulobi sizga, ming rahmat Aska sizga. Yigitlar bo'laklarni berigali. Har birisine. Ming'ulobi qisqachag'ina ayt. Bik aytasin keladigan so'zlarim bor qisqag'ina, yema. Qisqayim. Men shoqlar qatdim seni meni chaqirib shu qadar xolaqalında ajrlarga ruxsat berganda. Menim to'lqinlanuvim nishlarga bilmadim. Ikkinchi joqda bir ajrlar qachon kechib kelarmikan? Kelika. Rahmat. Qadrli tomoshachilar, konsert boshlanib ketdi. Biz endi ortdan Ming'ulobi bilan сөйләшеп o'tiramiz. Qoltiradik ikkimizda. Ming'ulobi aytdi, "Mana kutib tururlar, o'r endi dey, chiqsang dey, jirlab ketasin dey. Ablay kutib turib qoltiratadi." Aytam Ming'ulobi qoltirama yara. Endi konsert bit endi gurilab boramiz, televizordan da qaraymiz. Bularning konserti bek qattiq guriladi. Bizniki kech o'tirib bo'lar endi. Aytam narsa bo'lsa shul bo'lar. Bek zo'r rahmat. Oylar sana o'ngishlar, insonlik tavlib. Inson sog' bo'laylik. Amin. Aya, boshlayapmiz-da Asqat. İnsanlıkta şırashib bek zo'r rahmat.